Öz qo'limiz bilan qilgan tomoqlar nima deganimizdek, ya toza mazmunlar sevimli tuqqanlarim hammalar amazimay turiblarmi? Bugun qildiganimiz pitri samsa tuqqanlar qilish usuli bek asa cho'qim sanab baqsajimi? Oldi bilan 1 kilo al-nuri tugma uniga 5 gram tuz sep, 2 ta tuxumning eqimini 450 gram atrofida suv quyib, itini chinqib xamirga jug'urib olamiz. Serig'ini aqoydirib el ishiltimiz jumi tuqqanlar. Mana shu samsa deganda qiymiliq tomoqlarga to'nglatqudagi 3 yoq tushish singir pash deganda kaltuksan go'shtlarni ishiltib havasakni chanmayli qoldicha asi yan go'sht olsa o'xshab ketardi. Men bugun 2 xil qiyma qildim. Tuqqanlar birisiga go'sht bilan quyruq mayin to'g'rab, suv shalib olgandiki, tuz, zira, qarmushlansa, piyozlansa ta'mlantirib tabiiy ta'mli samsa qildim. Yana birisiga ko'k qizil lazadi to'g'rab rangli samsa qildim. Tuqqanlar ikkisining ta'mi bir-birisiga qat'iy o'xshamaydi-jimi? Sayqaslar birda yeyishlik bo'ldi, ko'ngilga ta'maydi, yana birda rangli, chiroyli arvo bo'ldi. Mo'shuncha bizlar qiymada bir talayim samsa ketdi meni. O'yda qism nim degan barakatli to'da ketdim. Uni ustinga bozorlardagidek piyoz etib turmaydi-chi, yig'im muvofiq qiymasi Loqdan 2 ta yesim oshqa yaga vardı. Xamirni cho'qim yaxshi tindirib, amda cheyni qandirimiz jimo tuqqanlar cheyqanmaga, xamir uyqusi qanmaga adamdek yiqsiz o'qildi-chi. Jiltini o'zimiz yoqtirishimiz bo'yicha nefis qilay qilsak bo'laverdi-jimi? Bozorlarda to'nirga chaplaydigan bo'lganki, qilay qilib ko'ndiribdi-ki, bizni nefis qislam bo'ldi-ki, cho'nglama amda yalaydi, xamir ishlab o'tamaylar. Ammo qilnara qisla yansim chiqadi-ki, biz ko'ngatami shu-ki, ustiga tuxum serig'i surkab, aqar zimalarda chech qo'ysak, tig'im chiroyli ham quvvatli bo'ladi tuqqanlar. Mukammaldiraydigan necha